Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Men bugun sizga juda muhim va dolzarb masala haqida gapirib bermoqchiman. Ko'pchilik pensionerlar har bir tiyinni hisoblab yashaydi. Chunki narxlar doimiy ravishda ko'tariladi. Ammo pensiya to'lovlari ko'pincha bu o'zgarishlarga yetib bora olmaydi. Har oy qanday qilib omonat jamg'armalarini saqlab qolish, zarur dorilarni sotib olish yoki oddiygina oziq-ovqat xarajatlarini qoplash haqida o'ylash ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun katta tashvish manbai bo'lib qolmoqda. Bu hayotning achchiq haqiqati va har birimiz bu holatga nisbatan befarq bo'lmasligimiz kerak. Ammo bugun sizga aprel oyida ko'plab pensionerlar olishi mumkin bo'lgan katta qo'shimcha to'lov haqida gapirib beraman. Ammo aksariyat kishilar bu haqda bilishmaydi. Bu ma'lumot sizning oilaviy byudjetingiz uchun mutlaq va hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bir xabar emas, balki sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga yordam beradigan aniq bir imkoniyatdir. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir tafsilot siz uchun muhim bo'lishi mumkin. Hozirda yo'q kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosing, toki bu muhim ma'lumot boshqa pensionerlarga ham yetib borsin va ular ham bu imkoniyatdan xabardor bo'lishsin. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? An'anaviy tarzda bizning mamlakatimizda pensiyalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi. Ya'ni inflyatsiya darajasiga qarab pensiya miqdori oshiriladi. Biroq ko'pincha bu indeksatsiya rasmiy statistik ma'lumotlarga asoslanadi va hayotiy narxlarning real o'sish sur'atiga, ya'ni xalq tilida aytadigan bo'lsak, bozor narxlarining o'zgarishiga to'liq mos kelmaydi. Natijada har bir navbatdagi pensiya oshirilishi keksalarimizning xarid qobiliyatini to'liq tiklay olmaydi. Bu holat ko'plab pensionerlar uchun har oy omonat jamg'armalarini saqlab qolish, hatto kundalik ehtiyojlarini qondirishni ham tobora qiyinlashtirib bormoqda. Ular bir muddat keyin pensiyalarning qiymati aslida pasayib borayotganini his qilishadi. Chunki ularga kerak bo'lgan narsalar tobora qimmatlashib boradi. Shu boisdan ham ko'plab keksalarimiz farzandlari yoki yaqinlarining yordamiga muhtoj bo'lib qolishadi. Bu esa ularning ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki ular hech kimga yuk bo'lishni istamaydilar. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoyaning yangi, yanada maqsadli mexanizmini joriy qildi. Bu mexanizm aprel oyidan boshlab ayrim toifadagi pensionerlarga sezilarli qo'shimcha mablag' olish imkonini beradi. Bu shunchaki bir martalik yordam emas, balki aniq ijtimoiy mezonlarga asoslangan doimiy yoki uzoq muddatli qo'shimcha to'lovdir. Bu to'lovning asosiy maqsadi eng muhtoj va himoyaga muhtoj bo'lgan pensionerlar toifasining moddiy ahvolini yaxshilash, ularning hayot sifatini oshirishdir. Ya'ni endilikda faqatgina inflyatsiyaga qarab indeksatsiya qilish emas, balki pensionerlarning turmush sharoitini hisobga olgan holda qo'shimcha yordam berish tizimi ishga tushirilmoqda. Afsuski, bu yangilik haqida aholi orasida, ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolarimiz orasida yetarlicha ma'lumot yo'q. Ko'pchilik bu dasturning mavjudligidan bexabar. Bu ma'lumotlarning yetarli darajada tarqalmagani sababli ko'plab munosib fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovni olmasliklari mumkin. Ba'zilar buni shunchaki bir mish-mish deb bilishi mumkin. Boshqalar esa qanday murojaat qilishni bilmay turgan bo'lishi mumkin. Aynan shuning uchun men bugun bu videoni tayyorladim. Toki har bir manfaatdor shaxs bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lsin va o'z huquqlaridan foydalana olsin. Bu nafaqat sizning, balki atrofingizdagi boshqa pensionerlarning ham hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ming qism. Batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanishi shart emas. Bu yangi qo'shimcha to'lov barchaga birdek berilmaydi, balki aniq belgilangan mezonlarga javob beradigan pensionerlar uchun mo'ljallangan. Eng avvalo shuni bilishingiz kerakki, bu to'lov ijtimoiy himoyaga muhtoj. Ya'ni pensiya miqdori past bo'lgan, yolg'iz yashovchi yoki nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilayotgan pensionerlarga qaratilgan. Hukumatning maqsadi aynan shunday toifadagi fuqarolarga maqsadli yordam ko'rsatishdir. Astas kimlarga bu to'lov beriladi? Asosiy mezonlar quyidagilardir. 1. Pensiya miqdori minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lgan pensionerlar. Bu eng keng tarqalgan mezonlardan biri hisoblanadi. Agar sizning oylik pensiyangiz miqdori mamlakatda belgilangan minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lsa, siz ushbu to'lovga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Minimal iste'mol xarajatlari har yili qayta ko'rib chiqiladi va Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilinadi.
joriy yil uchun belgilangan miqdorni aniqlab olishingiz zarur. Ikki, yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar siz yolg'iz yashasangiz va oila a'zolaringiz, ya'ni farzandlaringiz yoki turmush o'rtog'ingiz siz bilan birga ro'yxatda turmasa va sizga muntazam yordam ko'rsatmasa, siz bu to'lovni olishingiz mumkin. Bu holatda sizning yolg'iz yashayotganligingizni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. 300 asrab nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilayotgan pensionerlar. Agar siz yoki ikki guruh nogironligi bo'lgan shaxsni, xususan yoshlikdan nogiron bo'lgan farzandingizni yoki turmush o'rtog'ingizni parvarish qilsangiz va bu tufayli ishlay olmasangiz, siz ham ushbu qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishingiz mumkin. Bu holatda nogironlik guvohnomasi va parvarishlash faktini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. 4 uzoq muddatli ish stajiga ega bo'lgan, ammo past pensiya oluvchilar. Ba'zi pensionerlar uzoq yillar mehnat qilishgan bo'lsalar ham o'sha davrdagi past maoshlar yoki hisoblash mexanizmlari tufayli nisbatan kam pensiya olishadi. Bunday holatlar uchun ham maxsus qo'shimcha to'lovlar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Qo'shimcha to'lov miqdori. Qo'shimcha to'lovning miqdori har bir holatda individual ravishda aniqlanadi. Ammo u odatda bazaviy hisoblash miqdori BHM ning ma'lum bir foizi sifatida belgilanadi. Bugungi kunda BHM 370 ming so'm ekanligini hisobga olsak, masalan, qo'shimcha to'lov BHM ning InBex brendidan EX brendigacha bo'lishi mumkin. Bu degani sizning holatingizga qarab pensiyangizga 50 ming so'mdan 1065 ming so'mgacha yoki undan ham ko'proq qo'shimcha mablag' qo'shilishi mumkin. Bu juda sezilarli yordam hisoblanadi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aynan yuqorida sanab o'tilgan mezonlardan biriga yoki bir nechtasiga mos keladigan barcha pensionerlar bu masalada faol bo'lishlari kerak. Agar sizning pensiya miqdoringiz kam bo'lsa, yolg'iz yashasangiz, yaqinlaringizga g'amxo'rlik qilsangiz yoki uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lsangiz-da pensiyangiz yetarli bo'lmasa, demak bu video siz uchun. Siz faol harakat qilishingiz va bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning pensiyangiz allaqachon mamlakatdagi o'rtacha pensiya miqdoridan yuqori bo'lsa, sizning ijtimoiy himoya choralariga ehtiyojingiz nisbatan kamroq bo'ladi. Shuningdek, agar siz boshqa turdagi ijtimoiy nafaqalarni, masalan, nogironlik nafaqasi yoki o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasini olsangiz va bu nafaqalar sizning turmush darajangizni minimal iste'mol xarajatlaridan yuqori darajada ta'minlasa, ehtimol siz bu yangi qo'shimcha to'lovga muhtoj bo'lmasligingiz mumkin. Ba'zi toifadagi fuqarolarga qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanishi mumkin. Bu haqda keyinroq gaplashamiz. Ammo shunday bo'lsa ham, agar sizda shubha bo'lsa, doim tekshirib ko'rgan ma'qul. Endi esa keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu misollar sizga vaziyatni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Misollar. Misol berib, Oysha xola yolg'iz, kam ta'minlangan pensioner. Oysha xola 51 yoshda Toshkent viloyatida yashaydi. Uning turmush o'rtog'i ancha yillar avval vafot etgan, farzandlari esa chet elda ishlaydi va muntazam yordam bera olmaydi. Oysha xola yolg'iz o'zi yashaydi. Uning oylik pensiyasi 600 ming so'm. Bu miqdor joriy yildagi minimal iste'mol xarajatlari darajasidan ancha past. Masalan, agar minimal iste'mol xarajatlari 250 ming so'm deb olsak. Vaziyat Oysha xola nafaqat yolg'iz yashaydi. Balki uning pensiyasi ham hayot uchun zarur bo'lgan minimal ehtiyojlarni qondirishga yetmaydi u dorilarga. Kommunal xizmatlarga va oziq-ovqatga doimiy ravishda pul yetkazishda qiynaladi. Qo'shimcha to'lov. Oysha xola yangi tartib bo'yicha bazaviy hisoblash miqdori BHM ning 25 yo'l miqdorida qo'shimcha to'lov olishga haqlidir. Agar BHM 330 ming so'm bo'lsa, bu 22.500 so'mni tashkil etadi. Natijada Oysha xolaning umumiy oylik pensiyasi 600 ming 2500 so'mga yetadi. Bu miqdor uni darhol mo'l-ko'l yashashga undamaydi, ammo dori-darmon yoki oziq-ovqat uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Bu esa uning ruhiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U o'zini davlat himoyasida his qiladi. Dilshod aka nogiron farzandni parvarish qiluvchi pensioner. Dilshod aka 65 yoshda. Farg'onada istiqomat qiladi. Uning erta yoshdan nogiron bo'lgan 35 yoshli farzandi bor. U doimiy parvarishga muhtoj. Dilshod aka farzandni parvarish qilish uchun ishdan ketishga majbur bo'lgan va shuning uchun uning oylik pensiyasi 68 ming so'm. Bu miqdor ikkita odamning ehtiyojlarini qondirishga yetmaydi. Ayniqsa nogiron shaxsning maxsus xarajatlari borligini hisobga olsak. Vaziyat
Dilshod aka oilasining boquvchi sifatida og'ir iqtisodiy sharoitda yashaydi. Farzandining tibbiy xarajatlari parvarishlash uchun zarur vositalar ularning byudjetiga katta yuk bo'ladi. U o'z salomatligini ham unutib, farzandining ahvolini o'ylaydi. Astirish qo'shimcha to'lov Dilshod akaga BXMning 51 miqdorida maxsus qo'shimcha to'lov beriladi. Chunki u nogiron shaxsni parvarish qilmoqda va o'zining doimiy daromadi yo'q. Bu 165 ming so'm tashkil etadi. Shunday qilib, uning umumiy pensiyasi 800 ming 165 ming 65 ming so'mga ko'tariladi. Bu qo'shimcha mablag' ularga dori-darmon sotib olish, farzandiga yaxshiroq sharoit yaratishga yordam beradi. Bu Dilshod akaning zimmasidagi yukni biroz yengillashtiradi. Misol uchun Gulnora opa uzoq muddatli ish stajiga ega, ammo past pensiya oluvchi pensioner Gulnora opa 6 yoshda Samarqand viloyatidan. U 40 yildan ortiq vaqt davomida qishloq xo'jaligida sobiq kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Uning oylik pensiyasi hisob-kitoblar natijasida 750 ming so'm chiqdi. Uning ish staji juda katta bo'lishiga qaramay, u olgan maoshlar o'sha paytda juda past bo'lgani sababli pensiyasi ham minimal darajada hisoblangan. Vaziyat. Gulnora opa butun umrini mehnatga bag'ishlagan, ammo uning mehnati hozirgi pensiya miqdorida aks etmagan. Uning pensiyasi ko'plab boshqa pensionerlar pensiyasidan pastroq, garchi ko'proq ishlagan bo'lsa ham, bu uning uchun adolatsizlikdek tuyuladi. Astirish qo'shimcha to'lov Gulnora opaga BXMning 15% miqdorida qo'shimcha tayinlanadi. Bu yerda 9500 so'mni tashkil etadi. Bu uning uzoq ish stajiga hurmat va uning pensiya miqdori past bo'lganligini qoplashga yordam berish maqsadida beriladi. Umumiy pensiya miqdori 720 ming 795 so'm bo'ladi. Bu Gulnora opaning o'zini qadrli his qilishiga va o'z mehnatiga nisbatan adolatni his etishiga yordam beradi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qo'shimcha to'lovlar aniq bir maqsadga qaratilgan va ko'plab pensionerlar uchun sezilarli yordam bo'lishi mumkin. Muhimi, o'zingizning holatingizni to'g'ri baholash va tegishli choralar ko'rish. Asterisk, ikisim. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday ijtimoiy dasturda bo'lgani kabi, bu qo'shimcha to'lov dasturida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va kutilmagan holatlar mavjud. Bu yerda sizni qanday tuzoqlar kutishi mumkinligi va qanday noaniq jihatlarga duch kelishingiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu sizning vaqtingizni va asablaringizni tejashga yordam beradi. Kimlarga bu qo'shimcha to'lov tegishli emas? Yuqori pensiya oluvchilar. Asterisk, agar sizning pensiyangiz mamlakat bo'yicha belgilangan minimal iste'mol xarajatlar darajasidan ancha yuqori bo'lsa va sizning turmush darajangiz yaxshi deb baholansa, sizga bu qo'shimcha to'lov tayinlanmasligi mumkin. Dastur aynan eng muhtojlarga qaratilgan. Asterisk ishlayotgan pensionerlar agar qo'shimcha daromadi ma'lum miqdordan oshsa, agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz ham, rasmiy ravishda ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz va sizning qo'shimcha ish haqingiz ma'lum bir belgilangan chegaradan oshib ketsa, siz bu qo'shimcha to'lovni olmasligingiz mumkin. Hukumat sizning umumiy daromadingizni hisobga oladi. Ba'zi hollarda agar ish haqingiz juda kam bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lov berilishi mumkin, lekin bu har bir holatda alohida ko'rib chiqiladi. Asosan boshqa turdagi ijtimoiy nafaqalarni oluvchilar. Astirish, agar siz allaqachon boshqa turdagi ijtimoiy yordamlar, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik uchun yuqori nafaqa yoki nogironlik uchun boshqa maxsus nafaqalar olsangiz va bu nafaqalar sizning minimal ehtiyojlaringizni qondirsa, sizga bu qo'shimcha to'lov berilmasligi mumkin. Bu yerda ikki tomonlama yordamni oldini olish maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Qanday holatlarda sizning arizangiz rad etilishi mumkin? Asterisk hujjatlardagi nomuvofiqliklar eng ko'p uchraydigan sabablardan biri. Agar taqdim etilgan hujjatlarda xatolar, to'liqsizliklar yoki ular o'rtasida nomuvofiqliklar bo'lsa, arizangiz rad etilishi mumkin. Masalan, ism familiyangiz pasportda boshqacha, pensiya guvohnomasida boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki sizning yashash manzilingiz to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. 2. Asterisk ma'lumotlarning noto'g'ri taqdim etilishi. Agar siz ongli ravishda yoki bilmasdan noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etsangiz, masalan, yolg'iz yashayotganingizni da'vo qilib, aslida siz bilan ro'yxatdan o'tgan qarindoshingiz bo'lsa, bu rad etishga sabab bo'ladi. Davlat organlari ma'lumotlar bazalarini tekshirish imkoniyatiga ega. Moliyaviy ahvolning yaxshilanganligi. Agar siz ariza topshirganingizdan keyin yoki dasturning keyingi tekshiruvlarda
sizning moliyaviy ahvolingiz sezilarli darajada yaxshilanganligi aniqlansa, masalan, sizga meros qolgan bo'lsa yoki katta miqdordagi mablag' bank hisobingizga kelib tushgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov tayinlanmasligi yoki to'xtatib qo'yilishi mumkin. Noaniq jihatlar va muhim nuanslar. Bir muddati bir martalikmi yoki doimiymi? Aslida bu juda muhim savol. Ba'zi hollarda bu qo'shimcha to'lovlar faqat ma'lum bir muddatga, masalan, bir yilga tayinlanishi mumkin. Keyin esa sizning holatingiz qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi. Bu har yili o'zgarishi mumkin bo'lgan mezonlarga bog'liq. Ayrim hollarda esa ayniqsa ijtimoiy jihatdan eng zaif toifalar uchun u doimiy tus olishi mumkin. Bu haqda aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olishingiz kerak. 2. Qayta hisoblash mexanizmi. Agar sizning asosiy pensiya miqdoringiz yil davomida biron sababga ko'ra o'zgarsa, masalan, indeksatsiya yoki yangi ish staji hisobga olinganda, bu qo'shimcha to'lov ham avtomatik tarzda qayta hisoblanadimi? Odatda, bu to'lovlar pensiya miqdoriga bog'liq bo'lganligi sababli pensiya o'zgarsa, qo'shimcha to'lov ham qayta ko'rib chiqiladi. Lekin buni ham pensiya jamg'armasida aniqlash lozim. Xuddi meros huquqi. Agar qo'shimcha to'lov tayinlangan pensiyada vafot etsa, uning oila a'zolari, masalan, turmush o'rtog'i yoki farzandlari aprel oyidagi yoki keyingi oylardagi bu qo'shimcha to'lovni olishga haqqi bormi? Aksariyat hollarda bunday ijtimoiy to'lovlar shaxsning o'ziga mo'ljallangan bo'ladi va vafotidan so'ng meros qilib o'tmaydi. Lekin ba'zi mamlakatlarda ma'lum shartlar asosida vafot etgan shaxsning to'lanmagan pensiya qoldiqlari kabi bu to'lovlar ham merosxo'rlarga berilishi mumkin. O'zbekiston qonunchiligida bu masala qanday tartibga solinganini aniq bilish kerak. 4. Avtomatik tayinlash va arizasiz to'lovlar. Bu juda muhim nuqta. Aksariyat pensionerlar aynan shu yerda chalkashib ketishadi. Ba'zi toifadagi fuqarolar uchun masalan, ma'lumotlar bazalarida yolg'iz yashayotganligi aniq ko'rinib turgan va pensiyasi minimal darajadan past bo'lganlar uchun bu qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda tayinlanishi mumkin. Ya'ni ular hech qanday ariza topshirishi shart emas. Lekin boshqa toifalar uchun, masalan, nogiron shaxsni parvarish qilayotganlar yoki maxsus sharoitga ega bo'lganlar ariza yozish talab qilinadi. Shuning uchun avval o'z holatingizni aniqlab oling va shundan keyingina harakat qiling. Agar sizning holatingiz avtomatik tayinlash mezonlariga to'g'ri kelmasa, siz albatta ariza berishingiz shart. Bu borada pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish orqali kiritish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Bu ma'lumotlarni bilish sizni ortiqcha ovoragarchilikdan qutqaradi va to'g'ri harakat qilishga yo'naltiradi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik, aniq harakatlar rejasiga. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga mos kelishingizni his qilsangiz yoki shubhangiz bo'lsa, quyidagi bosqich-bosqich ko'rsatmalarga amal qiling. Bu sizga qo'shimcha to'lovni olish imkoniyatini oshiradi. Birinchi qadam. Ma'lumot to'plash va o'zingizning holatingizni aniqlash. Avvalo, sizning holatingiz ushbu qo'shimcha to'lovni olish mezonlariga mos kelishini aniqlang. Kimlarga berilishi haqidagi mezonlarni pensiya miqdori, yolg'izlik, nogiron shaxsni parvarish qilish, ish staji diqqat bilan o'qing va o'zingizning vaziyatingizni tahlil qiling. Agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz, lekin ro'yxatda farzandingiz siz bilan birga turgan bo'lsa-da, u siz bilan birga yashamasa va sizga yordam bermasa, bu vaziyatni hujjatlar bilan tasdiqlashning yo'llarini o'rganing. Ba'zan mahalladan tegishli ma'lumotnoma olish yetarli bo'ladi. Shuningdek, amaldagi minimal iste'mol xarajatlari miqdorini aniqlang. Bu O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Sizning pensiyangiz shu ko'rsatkichdan pastmi yoki yo'qmi? Shuni bilishingiz kerak. Asosiy qadam kerakli hujjatlarni tayyorlash. Bu jarayonda eng muhim bosqichlardan biridir. Hujjatlaringiz to'liq va to'g'ri bo'lishi kerak. Quyidagi hujjatlar ro'yxatini tayyorlab qo'ying. Pasport, asl nusxasi va 2-3 nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddati o'tmaganligi va barcha ma'lumotlar aniq ko'rinib turganiga ishonch hosil qiling. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Bank hisob varag'i ma'lumotlari, sizning pensiya oladigan bank kartangiz yoki bank hisob raqamingiz rekvizitlari. Qo'shimcha to'lov aynan shu hisob raqamiga o'tkaziladi. Ba'zi banklar hisob varaqdan ko'chirma berishi mumkin. Shuningdek, shunchaki karta raqami va bank rekvizitlari MFO ayini yetarli bo'ladi. Agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz. Mahalla fuqarolar yig'inidan berilgan
ma'lumotnoma. Spravka unda sizning yolg'iz yashashingiz va doimiy turmush o'rtog'ingiz yoki voyaga yetgan farzandlaringiz bilan birga yashamasligingiz tasdiqlangan bo'lishi kerak. Bu ma'lumotnoma mahalla raisi yoki kotibi tomonidan imzolanadi va muhrlanadi. Ba'zi hollarda kadastr ma'lumotlari ham tekshirilishi mumkin. Astirish: agar siz nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilayotgan bo'lsangiz, nogironlik guvohnomasi, nogironlik guruhi va sababini ko'rsatgan holda. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasining xulosasi, texnik xulosasi va nogiron shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasporti yoki tug'ilganlik guvohnomasi. Shuningdek, sizning unga qarindoshligingizni tasdiqlovchi hujjat, nikoh guvohnomasi yoki tug'ilganlik guvohnomasi ham talab qilinishi mumkin. Astirish: kam ta'minlanganlikni tasdiqlovchi hujjatlar agar talab qilinsa. Ko'pincha bu ma'lumotlar Davlat soliq qo'mitasi va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalarida avtomatik tekshiriladi. Lekin ba'zi hollarda agar sizda qo'shimcha daromad manbalari, masalan yer uchastkasi yoki mol mulkdan daromad bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyor turish zarar qilmaydi. Agar sizda boshqa ijtimoiy nafaqalar to'g'risida ma'lumotnoma mavjud bo'lsa, uni ham qo'shishingiz mumkin. Asl 3 qadam qayerga murojaat qilish kerak? Murojaat qilish uchun eng qulay va samarali joylar quyidagilardir. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu eng yaxshi va eng tavsiya etilgan variant. DXMda siz barcha kerakli ma'lumotni olishingiz, malakali mutaxassislar yordamida arizani to'g'ri to'ldirishingiz va barcha hujjatlarni bir joyda topishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga qanday hujjatlar kerakligini tushuntirib berishadi va arizani to'g'ri rasmiylashtirishga yordam berishadi. Bu yerda sizga navbat olib berishadi va kutish jarayonini optimallashtirishga harakat qilishadi. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. U yerda ham ariza qabul qilinadi va maslahatlar beriladi. Lekin DXMda xizmat ko'rsatish jarayoni ko'pincha soddaroq va tezroq bo'ladi. Eng muhimi, esda tuting, hech kim sizdan bu xizmat uchun pul talab qila olmaydi. Barcha davlat xizmatlari bepul ko'rsatiladi. Agar kimdir sizdan pul talab qilsa, bu haqda darhol tegishli organlarga xabar bering. Bu qonunbuzarlik hisoblanadi. 4 qadam. Ariza yozish. Odatda DXM yoki pensiya jamg'armasida standart ariza shaklları mavjud. Sizning vazifangiz uni to'g'ri va to'liq to'ldirish. Formani to'ldirishda har bir katakchani diqqat bilan o'qing. Agar biron joyda tushunmasangiz, mutaxassislardan yordam so'rashdan tortinmang. Ariza topshirishda sizdan olingan hujjatlarning ro'yxati va arizaning qabul qilinganligi haqida tilxat olishni unutmang. Bu keyinchalik sizning murojaatingizni kuzatib borishda yordam beradi. Tilxatda sizning murojaatingizning raqami va qabul qilingan sanasi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Asas 5 qadam. Murojaat natijasini kutish va nazorat qilish. Arizangiz ko'rib chiqish muddati odatda 15 ish kundan 30 kungacha bo'ladi. Bu muddat davlat organlarining ish yukiga va sizning murojaatingizning murakkabligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Sizga qabul qilinganligi haqida SMS xabar yoki boshqa yo'l bilan xabar berilishi kerak. Agar bir oydan ortiq vaqt o'tsa va sizga hech qanday javob kelmasa, siz arizani topshirgan DXMga yoki pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qiling. Tilxatda ko'rsatilgan murojaat raqami orqali o'z arizangizning holatini so'rashingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlarining saytida yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida My.gov arizangizning holatini onlayn tarzda kuzatib borish imkoniyati ham mavjud. Onlayn murojaat imkoniyati. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va kompyuter savodxonligi bo'lsa, davlat xizmatlari markazlarining yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.gov orqali onlayn ariza topshirish imkoniyati ham mavjud. Bu eng qulay usullardan biridir. Chunki u sizning uydan chiqmasdan turib barcha jarayonlarni amalga oshirishga imkon beradi. Lekin buning uchun sizda elektron raqamli imzo bo'lishi talab qilinishi mumkin. Agar eringiz bo'lmasa, DXMga shaxsan borish afzal. Ushbu amaliy maslahatlarga amal qilish orqali siz o'z haqlaringizni himoya qilgan holda qo'shimcha to'lovni olish imkoniyatini maksimal darajada oshirishingiz mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq demak. Aziz do'stlar, bugun men sizga aprel oyidan boshlab ayrim toifadagi pensionerlar uchun katta qo'shimcha to'lov tayinlanganligi haqidagi muhim ma'lumotni batafsil yetkazdim. Bu qo'shimcha to'lovlar aynan eng muhtoj va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarimiz uchun mo'ljallangan bo'lib, ularning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Bu ma'lumot nafaqat sizning
balki atrofingizdagi boshqa pensionerlarning ham hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Chunki bu sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi, kundalik xarajatlaringizni yengillashtirishi va hayotingizga oz bo'lsa ham qulaylik olib kirishi mumkin. Pensiya yoshidagi har bir inson bu imkoniyatdan xabardor bo'lishga haqli. O'z fikrlaringizni, savollaringizni, tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar siz allaqachon bunday qo'shimcha to'lovni olgan bo'lsangiz, qanday jarayonlardan o'tganingizni boshqalar bilan bo'lishing. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu juda muhim. Chunki sizning har bir like'ingiz va obunangiz bu videoning boshqa pensionerlarga ham yetib borishiga yordam beradi. Birgalikda biz ko'proq odamlarga yordam bera olamiz. O'zingizni asrang va oilangizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarni ko'rishguncha